Maşalloh, mana akalar, haqiqiy zot yo'nalishga qidirgan akalarimizga sizlarga bugun o'zi haqiqiy qo'ydi zo'rlardan kelibdi aka. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga o'ta ham go'zallardan chiqarib beramiz. Faqat zot yo'nalishga chiqadi. Haqiqiy parodalik hisori so'g'liqlarimizga aka, bugun ulgurib qolinglar. Eng arzon narxlarda haqiqiy qo'ydi zo'rlardan olasiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli Arashan hisori suyuvchilar. Xudo xolasa, bugungi video syomkamizda oxirigacha ko'ringlar. Haqiqiy zot yo'nalishiga qidirgan akalarimizga bugun Tojikiston elita paroda hisori variantlaridan haqiqiy qo'ziladi, zo'rlar chiqadi. Eng arzon variantlar chiqadi, xudo xolasa. Biz video syomkamizda Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida, o'sha arzonchilar qishlog'idamiz. Bugungi xudo xolasa aka, bugun hafta kuniga shanba 2026-yil 11-aprel. Boshlangan kunlaring hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya xudo xolasa kanalimizdagi arzon chakamiz, qo'ylarda zo'rini, to'g'li qo'yda haqiqiy gavdalik 80 turadigan variantlarini olib obunachilarimizga tarqatib turgan Davronboy akamizni qo'y firmalariga yetkazganmiz. Assalomu alaykum aka. Maza yaxshimi? Qalaysiz? Siz 2-3 kundan beri ko'rinmaysiz aka. Ha, ma'lum bir sabablarga ko'ra chiqib olmay qoldik. Mashaalloh, mana akalar haqiqiy kelyapti, o'zimiz kelib olmay qolyapti ekan. joningiz zamon bo'lsa. Kecha ukangiz chiqardilar, qo'ylar zo'rlarini chiqardi. Bugun ham o'ta ham go'zallar kelibdi. Ha, xudo xolasa zo'rlari kelgan. Mashaalloh, mana akalar haqiqiy zot yo'nalishiga o'zim tarbiyani qilib olaman. Ancha yil, 10 yil bolalarini olaman degan akalarimizga mana sizga qo'yiladi, kattalari keldi aka. Bu videomizda anchadan beri video syomka qilyapmiz, lekin bunaqa yirik qo'za aka kelmagan. Bular shu turishiga qo'za aka hali. Albatta tish buzmagan hali bu. Tish buzmagan variantlardan. Mana aka, zotga qiziqsangiz, mana shu jonivorlarga ulgurib qolinglar. Haqiqiy qo'ylarda, lekin kattalari kelibdi, xudo xolasa. Bo'yvasida ham 80 turadiganlar keldi aka. 80 minus akmalman. Joningiz zamon bo'lsin. Birinchi partiyaga son nechta aka? 10 dona akmalman, bir pach. 10 dona velikanini, bo'yi uzun, haqiqiy bo'ladigan hisori sog'liqda ishqiboz bo'lsangiz aka aloqaga chiqing. Nimagaki, mana bu jonivorlarga ulgurib qolinglar aka. Qo'ylarning kattalari keldi, xudo xolasa. Jonivorlar bitta aka bo'yvasini o'lchab ko'rsatamizmi? Albatta. Ushasimi o'sha? Jonivorlar ko'ringlarni haqiqiy zo'rini olaman degan akalarimizga keldi, xudo O'sha xolasa. murajon bittasini. Eng arzon variantlardan, mashaalloh, mana aka. O'zlar bitta ko'ringlar. Realni mana. Barazrizlarini. Mana bu yerga tegayotgandan ko'rsatib qo'ying, bu metrda ko'p o'lchagan. Tudosida balobatlar bo'lmasin. Bizning metr hech qachon uzun ularni ikki kalcha o'lchamaydi. Mashaalloh. Mana bo'yi bilan ena qo'yga tushungan odam bo'yini, enini ko'rgandan keyin sirazi narxini biladi, katta kichikligini biladi. Ko'ringlar, velikanlardan kelibdi, xudo xolasa. Yo'nalishiga olaman degan akalarimizga bugun tavsiya qilaman aka. Siz mana shu jonivorlarga ulgurib qoling. Nimagaki Tojikistonda hisor so'g'liqlari kamayib ketdi. Bugunga zo'rlardan keldi, xudo xolasa qo'ylarni ham ko'ring, bo'yvasida 80 minus qo'ylarimiz. O'zi to'laydigan haqiqiy, lekin hisorini zo'rlari kelibdi. Jonivorlarning dumbarazrizlariga aka ahamiyat berib qo'yasizlar. Soni 10 dona, yosh oylik qanaqa aka? 8 oylikdan 12 oylikgacha akmalman. Buning ichida 10 oylik minusga berar ekanmiz, Buning ichida 8 oyligi yo'q, keyingi partiyalarimizda chiqadi. Buning ichida 10 oylik, 12 oylik. 10 oylik, 12 oylik. Tish buzishga yaqinlardan aka, xudo xolasa. Ichida bitta ikkita tish buzgani bo'lmasa qolgani emas o'zi. Gap yo'q, mana aka qo'ylarni qarang, baliq bo'lsa emirib ketdi lekin. Ishqibozi aloqaga chiqinglar aka, xudo xolasa qo'ylarda arzon variantlarga ulgurib qolinglar. Ichida qo'zini pachag'i yo'q ekan, hammasi terilgan standart qo'y ekan aka. Qo'rangizga qo'yib yuborsangiz ham qo'shningizdan havas keladigan variantlardan. Mashaalloh, mana aka. Hisorida hammasida Haqiqiy go'zalini olaman degan obunachilar bormidi? Mana sizga o'ta ham go'zallar. Dumbasi aka ichida osilgani yo'q ekan, biratda aka. Bitta qo'chqar deyasini qo'shishadi. Zo'r qo'zilar cho'radi bundan. Avgust oyidan obunachilar aka, xudo xolasa duo qiling, qo'chqarda ham 1 metr, 1,5 metrlar keladi hali. Avgust oyiga o'zimiz olib kelamiz. Bularni qo'chqari bo'lgan taqda ichida. Xudo xolasa ular ham o'tadi, ha? Ha, olib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Mana aka qo'ylarga ahamiyat beringda. Kattalaridan keldi, xudo xolasa. Bitta odam ushlab tura olmaydi, bitta qo'yda baquvvat qo'ylar. Haliga ichida yo'talgani, kasali, nimjoni yo'q. Bularni hammasini olaman degan obunachilarga nech puldan beramiz aka? Bir joyga tortin, Davronbek chiroyli qilib jo'natib deysiz. 10 tasini bir joyga olsa 56 millionga beraman. 56 million so'mga. Qanchada o'tib beramiz?
Hayriga 100 mingdan o'tib beraman, 55 millionga beraman. Chiroyli qilib aka bo'ladigan chiqar. Akmalxon 12 ta viloyatga dastlabkasi bor. Bitta gapiraman, sotaman. Mana uni 10 tasini 54 millionga olsin, bor baraka. Joningiz omon bo'lsin. Mana akalar, xudo xolasa aloqaga chiqinglar. Qo'ydi zo'rini olaman degan obunachilar bo'lsa, bugungi video syomkamizni oxirigacha ko'ringlar. Nimaga qo'ydi zo'rni kelgan. 54 million so'mga bo'lsa 10 tasini yetkazib olib borib beriladi. 6 million, 6 million 200 narxlari yo'q. Qo'ylarda bo'yvastiga ahamiyat beringda aka, qo'ylar arzon chiqyapti. Bu qo'zlarda bizga aka xudo xolasa yengil kelgan, yengil sotamiz. 5 million 400 dan bo'lsa aka ulgurib qolinglar. Akmalxon bitta realni gapda. Buni eshigimiz 24 ga 7 ochiq. Kelishaveradi, kim kelsa ustida ko'rishaveradi. Bu dunyoda jo'jani to'liq qilish ham oson emas. Qo'rg'a kelib qo'ylar kichkina ekan. Buni qo'yda et uy ekan, qo'yda bu et ekan. Qo'y olish maqsadi bir odam kelsa kelib qo'yda olsin. Kelib qo'y olish maqsadi bo'lmasa ham kelib qo'ydan simtoq ketmasin. Buni qo'ylarni biz o'g'irlab kelayotganimiz yo'q, shuni unutishmasin. Qo'yni olamiz, 200 ming so'mdan foydaqisiz sotamiz. Qo'ynimizga to'g'ri kelib qolsa 100 ming so'mdan foydaqisiz sotamiz. Xolis gapda. Kelishadi, ko'rishadi, tepasida realni olishadi, sotamiz qo'ydi. Bizning maqsadimiz sotish. Joningiz omon bo'lsin. Mana akalar. Akmalxon, arzon narsadan sifat qidirishmasin-da, umuman. Arzon narsadan. Bekorga aytilmagan kattalarimiz bekorga aytmagan. Sifatli narsani arzonni qidirishmasin. Joningiz omon bo'lsin. Arzon narsani aka sifat bo'lmaydi. Sifatli narsani arzoni bo'lmaydi. Mana bu jonivorlarga ulgurib qoling. Qo'ylar sifatli, toza bo'ladigan narsalardan keldi lekin. Soni 10 ta 54 millionga ketaveradi akalar. Dastlabkilar chiroyli qilib dastlabki meni bo'ynimda ilgarigida qani Toshkentgacha vodiy bo'ylab degan narsa qolmadi. 12 ta viloyatga dastlabkamiz bor. Joningiz omon. Yetkazib beramiz, xudo xolasa. Ikkinchi partiyalarga o'tamizmi aka? 3 partiya qo'y qo'yib beraman. Mana mandali qo'y bo'ladi, xudo xolasa. Ikkinchi partiyaga bundan ham zo'rlari chiqadi. Boshlayveramiz, bo'lmasam bittadan like bostiring aka. Haqiqiy parodalik hisori so'lovlarimizga aka bugun ulgurib qolinglar. Eng arzon narxlarda haqiqiy qo'ydi zo'rlardan olasiz, xudo xolasa. Qo'ydi zo'rini olib boqaman, 10 yil bolalarini olaman degan akalarimizga mana sizga arzon variantlardan keldi. Men ancha yil bolalarini olaman. Qo'ydi suyaklik, bo'yi uzun-uzunidan bo'lsin, soni ham 10 dona, bir pachka bo'lsin degan akalarimizga mana sizga avgust oyiga tayyor bo'ladigan urg'och qo'ylarimiz aka. Bu barra qo'zi emas, 8-10 oylik atrofidagi qo'ylarimiz. Suyagiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Bo'yvasini nechiga beramiz aka bo'ladi? Akmalxon realni o'lchaymiz-da mana. Bo'ldi, shular o'ylashcha bir ikkitasini o'lchab-a. Mana aka, qo'ylar ko'ringda. Endi bergan kuni ko'p o'lchaymiz. Mana. Mashalloh. Mana Ko'rinib turibdi. 75 plus minusga olasiz. 75 plus minusga olasiz. Son 10 ta, bir pachka variantlarda. Lekin aka 2 kun kanalimizga chiqmadingiz, qo'ydi zo'rini topib kelibsiz, xudo xolasa. Xolasa hammasi zo'r Akmalxon, qo'ylarni bitta chapag'i yo'q, pachag'i yo'q bular. Mana aka, ichida burnoq qani, unaqa pachag'i yo'q. Haqiqatdan qo'ydi zo'rlardan kelibdi lekin. Soni ham siz qidirgan o'sha 10 dona, bitta pachka variantlardan qo'ydi simjunligiga ahamiyat beringda aka, simjun o'zi to'laydigan hisorini zo'rlardan. Bularda aka hammasini bir joyga realni narxini puldan beramiz. Bir joyga 10 tasini olsa 52 millionga beraman. 5 million 200 dan. 5 million 200 dan. Qanchada o'tib beramiz aka? Akmalxon 10 tasini bir joyga olsa, 12 ta viloyatga dastlabkasi bor, 52 millionga zo'r. Haligilarni kichkina varianti. Buni ichida 8 oylik 10 oylik. Obunachilarga nech puldan beramiz aka? 52 2 kundan beri chiqmayapsiz aka, aybingiz yo'q, mana narxidan tushib bering obunachilar. Xursand bo'lishsin. Bitta gap gapiraman. Bitta gap. Realni narxini chiqaring. Chuydona tudosida gapni keragi yo'q. O'zimga o'xshagan chop kesadan odam telefon qilsa, mana uni 49 millionga 12 ta viloyatga dastlab. Joningiz omon bo'lsin. Realni sotiladigan narxi 4 million 900 ming so'mdan bo'lsa, mana aka aloqaga chiqarasizlar. Qo'ydi, haqiqiy zo'rlardan ekan lekin. Bular barra emas aka, barradan chiqqan bular. U barra qo'ylar 2 oylik, 3 oylik, 4 oylik bo'ladi-da. Lekin badani videoga shunga o'xshab chiqaveradi. Bu qo'ylar unaqa qo'y emas. 100 martadan aytyapmiz, bundan bag'ay aytamiz. Mono qo'ylar qo'chqarga tayyor qo'ylar, mono qo'ylar. Hozir ham qo'shib qo'yishadi. Kutib o'tirishmaydi, qo'chqarga tayyor bu qo'ylar. Mana aka, xudo xolasa ulgurib qolinglar, suyakchan variantlardan qo'ydi zo'rlari kelgan, xudo xolasa aka, aloqaga chiqarasizlar. Bu bizning ikkinchi partiyamiz. Bundan keyinga bundan ham zo'rlar chiqaradi. Like ni bosib turasizlar. Biz boshlayveramiz.
Maşalloh, mana akalar, haqiqiy zot yo'nalishga qidirgan akalarimizga sizlarga bugun o'zi haqiqiy qo'ydi zo'rlardan kelibdi aka. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga o'ta ham go'zallardan chiqarib beramiz. Faqat zot yo'nalishga chiqadi. Bugungi video syomkamizda eng arzon variantlarga aka ulgurib qolinglar. Qo'ydi zo'rini olaman degan obunachilar, mana sizga ayri dumba, tikka dumba variantlardan. Qo'ydi go'zallardan kelibdi xolos. Soni nechta aka bulardan? Akmalon, 3-partiyamizga 5 dona Edilbay deganidan Maşalloh, mana akalar. Edilbay zotlarga ulgurib qolinglar aka. Mana shu jonivorlarni ham boqib ko'ringlar aka, xudo xolasa keyin bularni ozginadan boqsangiz avgust tayyor bo'ladi mana shu jonivorlar. Eng zo'rlardan ulgurib qolinglar aka. Bu oxirgi partiyamiz, xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Videoni keyin yakunlaymiz akalar. Bularni bo'yvasini nechaga beramiz? 75 pilis minus Akmalon. 75 pilis minusda. Bor 75 ham bor ichida. Gap yo'q. Xudo xolasa soni 5 dona ekan. 5 dona. 5 dona bitta qora variantlardan mana aka. Ulgurib qolinglar, qo'ydi zo'rlardan kelibdi lekin. Badallari ham yaxshi, chiroyli variantlardan. Bulardagi optim narxi necha pul bo'ladi hamasini? 5 tasini bitta aytib olaymi? Dona bo'yiga narxi aytmayman. Dona bo'yiga chiroyli qilib ayting. Yosh oylik qanaqa oldi bular? 8 oylik 10 oylik yosh. 8-10 oylik atrofida. Albatta, Qo'chqorda yurgan. Bo'g'azda yillik so'yadigan odamga ta'sir yaqin emas. So'ysangiz ichidan bolasi chiqib tursa, gunoh o'ziga bo'ladi. Eng yomoni o'sha narsa. Bular necha puldan beramiz aka bo'lishi? Realni narxini aytaymi? Realni. Bir joyga olasin 5 million 400 dan beraman. Chiroyli qilib kelishtirib beraman aka. Ichida birorta haligisi yo'q. Tikka dumba hammasi. Obunachilarga xursand bo'lib aka, ozginadan o'tib beraman. Bir joyga olishsin. 5 million 300 dan olishsin. Yo, azada aka, kelishtirib beraman. Beyda chudasi yo'q. 52 ni olishsin, 5 tasi 26 million Bar aka. 5 million 200 dan bo'lsa, mana aka 12 ta viloyatga dasturchilar qilib beriladi. Ishqivozi aloqaga chiqarasizlar, qo'ylarda arzonlardan keldi, xudo xolasa soni ham 5 dona aka. Zotga qiziqqan akalarimizga mana zo'rlardan. Bu oxirgi partiya. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa ertaga ham video syomkamizni chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bittadan like bosishdan chiqmasin.